Bilemsiz, nemishqa qarmoqqa bir-biriga bek amroq ko'rinadigan oshiq mashhurlar yoki ayollar yerimdan ko'proq 7 yil ichida ayrilib ketadi. Siz masala qarshi tarafdan chiqdi deb qaraysiz. Amaliyotda haqiqiy ahvol siz ko'rolmaydigan joyga yo'shingan bo'lishi mumkin. Siz nemishqa doim o'xshash tipdagi nachar yoki nachar ayollarni uchirtisiz. Nemishqa qarshi tarafni bek yaxshi ko'radiganligingizni aniq bilib turib, doim o'zingizni tutolmay urushib bir-biringizga azor bersiz. Bugun biz o'qimoqchi bo'lgan bu kitob yaqin munosabat. Bu yerda deyilayotgan yaqin munosabat asosliqi ayollik munosabatini ko'rsatadi. Avtor Kristof 30 yillik psixologiya tadqiqot orqali bizga barliq yaqin munosabat masalalarining sizning xato odamga uchrab qolganligingizdan emas, balki siz azaldan o'zingizni haqiqiy tunib baxmaganligingizdan bo'lgan deb o'tirib qo'ygan. Bu kitob sizning muhabbatga bo'lgan tunishingizni butunlay o'zgartirishi mumkin. Bu bizga yaqin munosabatning amaliyotda 4 bosqichga bo'linganligini, ya'ni homila bosqichi, dastlabki bosqichini ko'rsatadi. Ikkinchisi xiyoliy tuyg'u mazgili, uchinchisi bo'lsa o'zi ustida o'ylanish mazgili, to'rtinchisi bo'lsa ilhom berish mazgilidan iborat ekanligini aytib bergan. Ko'p sondagi kishilar ikkinchi bosqichni o'tolmaydi, chunki ular xiyoliy tuyg'u bosqichining amaliyotda haqiqiy muhabbatga tutishgan cho'qim besib o'tadigan yo'l ekanligini bilmaydi. Texmi hayron qarorlik yeri shuki, kitobda rayimsiz bir haqiqat aytib berilgan bo'lib, u bo'lsa-mu sizning yaqin munosabatdagi barliq azob uqubatlaringizning balliq davringizda shakllangan bir yo'shirin tartibdan ekanligini aytib berdi. Bu programma xuddi ko'rinmas rejissyorga o'xshash sizning har qatimliq muhabbatingizni kontrol qilib, sizni o'xshash ssenariyni to'xtamay takrorlaysiz. Agar siz hissiyot jihatda qayta mag'lub bo'lishdan zerikkan bo'lsangiz, yana nimishqa doim yaxshi ko'rishga tegishli bo'lmagan odamni yaxshi ko'rib qolasiz. Undaqda men bilan birga muhabbat va o'zingiz to'g'risidagi bu cho'nqur izlanishni boshlang. Biz avval ko'ngilni bearam qiladigan masaladan boshlaylik. Siz nimishqa doim o'xshash bir xil odam uchraysiz. Siz mundaq bir g'alit ahvolni bayqadingizmi? Siz har qatim ayrilib ketgandan keyin bu xil tipdagi odamni endi istamayman deb qasam qilgan bo'lsangiz-mu, lekin keyingisi yana shu xil tipdagi odam bo'lib qoladi. Masalan, kontrol qilish arzusi kuchli birsini yo'l qilib qo'ygan bo'lsangiz, keyingisi uningdan kuchli bo'lib chiqadi. Oldinqisi sizni bek urdigan bo'lib, siz uningdan ayrilib ketgan bo'lsangiz, keyingisi texmi sizni urdigan chiqib qoladi. Degandek. Bunday misollar turmushdan aytib ko'p. Bu tasodifiy to'g'ri kelib qilish emas. Avtor bizga buning qalbimizning cho'nqur qatlamidagi bir tartibdan qudrat qilib qilayotganligidan deb o'tirib qo'ygan. Bu tartib ishki andiza deb ataladi. U 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan vaqtimizda shakllandi. U chaqda cho'ng mingimiz xuddi bulutga o'xshash ota-onamiz bergan barliq uchurlarni tanlash qabul qiladi. Agar ota-onangiz doim oldirash bo'lib, sizga hamroh bo'ladigan vaqt bo'lmasa, cho'ng mingimizda men suylishga arzimayman, men cho'qim alayda munavvar bo'lsam, ondan boshqalarning diqqatini tortishga loyiq bo'laman degan aqida shakllandi. Agar ota-onangiz sizni haddidan ziyoda qo'g'dab, hamma ishda sizga ega bo'lsa, cho'ng mingimizda yana bir aqida shakllandi. Men bek ojiz. Shunga men boshqalarning holimdan xabar olishiga muhtoj. Bu aqidlar xuddi ko'rilmas ko'zoynakka o'xshash, siz uningdan foydalanib dunyoga qarasangiz, ko'rdigingiz mangu mushu aqidaga uyg'un keladigan odamlar bo'ladi. Masalan, siz ko'nglingizda o'zingizni suylishga mos kelmayman deb qarasangiz, undaqda sizga cho'qim chin ko'nglidan yaxshi muomala qiladigan kishilarga aksiga hech qanday tuyg'u bo'lmaysiz. Chunki bu sizning suylishga men mos kelmayman degan aqidangizga uyg'un kelmaydi. Holbuki birdam sovuq, birdam issiq bo'lib, o'z foyda manfaatlarini o'ylaydigan, o'zining g'amini yeydigan kishilar sizni bakarak oson jalb qilib olgan bo'lishi mumkin. Chunki bu dal sizning yaxshi ko'rishga arzimayman degan aqidangizni isbotlaydi. Kitobda mundaq bir nihoyat to'g'ri bir o'xshatish bor. Hammamiz xuddi bir kamtuk xaritani ko'tarib yurib, jo'rimizni izdiganga o'xshaymiz. Bu xarita chizilgani shahzoda bilan malik emas, balki qalb yarimizga mukammal mos keladigan odam. Sizda nima kam bo'lsa, shundaq odamlar sizni jalb qilib oladi. Sizda bexatarlik tuyg'usi kam bo'lsa, sizga va'da bergan odamni siz asal yaxshi ko'rib qilishingiz mumkin. Sizda e'tirof qilish kam bo'lsa, sizni maqtagan odamni asal yaxshi ko'rib qilishingiz mumkin. Lekin masala shuki, bu kishilar hamisha faqat qarmoqqa sizga kerakli narsalarla badek ko'rinsa-mu, amaliyotda ular sizga o'xshashlik kamtuk. Texnik qo'rqinchligi bu xil ishki andiza sizning kimni yaxshi ko'rib qilishingizni belgilab qolmasdan yana sizlarning chiqishib o'tish andizanglarni mu belgilaydi. Siz kontrol qilinishdan qo'rqsangiz, qarshi tarafning normal ko'ngil bo'lishini kontrol qilish deb tushunib olasiz. Shunga siz bizning yaqin munosabatdagi barliq masalalarimizga qarmoqqa qarshi tarafning masalasida ko'rinsa-mu, amaliyotda hammasi o'zimizning ichki andisining aks ettirilishi. Mana bu nima uchun odam almashtirsaqmi, masala yana burunqidek bo'lishining sababi. Chunki rejissyor va ssenariy o'z almashtirilmadi. Faqat artist almashtirildi, xolos. Bundaqda bu haqiqiy ahvolni bilgandan keyin bizni qutqizg'ili bo'lmadi.
Albatta bundaq emas. Avtor bizga bu andizning mavjudligini tunib yetishining o'zgarishning tunji qadami ekanligini aytib berdi. Keyingi qadam yana ma'lum bir odam sizni kuchli jalb qilib olganda o'zingizdan men uning qanday aloyidligi tarafidan jalb qilindim. Bu aloyidlik qalbimdagi ma'lum bir bo'shliqni to'ldirdimi deb so'rab beqing. Hozir biz nima uchun doim o'xshash bir xil odamga uchrab turganimizni bildik. Endi bizni jalb qilayotgan odamga uchragandan keyin nima yuz berganligi to'g'risida paranglashaylik. Avtor yaqin munosabatni 4 bosqichga bo'lgan. Xuddi yoz, kuz, qishga o'xshash. Har bir bosqichning o'ziga xos aloyidligi va vazifasi bor. Ko'p sondagi kishilarning muhabbati bahordan yozgacha bo'lgan yo'lda oxirlashi mumkin. Yaqin munosabatning birinchi bosqichi homiylik bosqichi, ya'ni dastlabki bosqichi deb ataladi. Mana bu muhabbatning bahori. Siz u odam bilan yangi tanishganda uni xuddi o'zingizni qutqizishga avatgan farishtadek his qilasiz. Uning har bir kamtukligi, har bir kamchilikligi sizning nazaringizda ortiqchilik. U o'yin o'ynashga amroq bo'lsa, siz uni balalik qalbi bor ekan deb qarashingiz mumkin. Ish qilib qarshi tarafning barliq taraflarini siz yaxshi ko'rsiz. Sizning cho'ng miyingiz bu vaqtda ko'p miqdorda dopamin va feniletilamin ajratib chiqarib sizni xushal qiladi. Ilmiy tadqiqotlardan bayqilishicha, qizg'in muhabbatlashish mazgildagi cho'ng miyining holati zahar chekkandan keyingi cho'ng miyi bilan asosan o'xshash bo'ldi ekan. Siz haqiqatan xuma bo'lib qolasiz. Ko'rmasangiz, aloqalashmasangiz, ichingiz pushib beram bo'lasiz. Siz ro'yi hamroh topgandek bu umringizni uning bilan o'tkazdigandek his qilasiz. Biroq avtor bu bosqichni odatda faqat 3 oydan 2 yilgacha davomlashtirib bo'ladi deb o'tirib qo'ydi. Ikkinchi bosqich xiyoliy tuyg'u mazgili deb ataladi. Avtor bu mazgilni muhabbatning yoz fasliga o'xshatadi. Badandagi hormon saviyasi tubanlagan chog'da siz tuyuqsiz bu odamning ayni vaqtda tanishgan odamga o'xshamayotgandek bayqaysiz. Uning o'yin o'ynashi balliq qalbidan emas, balki olg'a intilmasligidan, gap qilishni yoqtirmasligi, eg'ir besiqligidan emas, balki hissiyot bilmisining tuvanligidan ekanligini bayqaysiz. Ya'ni bizning ko'ni gapimizni epib aytgan chog'da qizg'inlik ketib, sal ko'nrashqa boshlagan vaqt deb qarsak bo'ladi. Siz qarshi tarafning haqiqiy qiyofatini ko'rishga boshlaysiz. Texim muhimi sizning balalik davringizdagi ashu sharoitingiz, qondirilmagan ehtiyojlarning hammasi oshkorlandi. Siz kichik vaqtingizda erishalmagan narsalarni qarshi tarafdan talab qilishga boshlaysiz. Kichik vaqtingizda mehr muhabbat kamchil bo'lg'achqa qarshi tarafdan 24 soat sizga hamroh bo'lishni talab qilasiz. Kichik vaqtingizda bek qattiq boshqarilg'achqa qarshi tarafdan sizga mutlaq erkinlik berishni talab qilishingiz mumkin. Lekin qarshi tarafning o'ziga xos azobi va ehtiyoj bo'ladi. Shuning bilan sizlar huquq talashish ko'rishiga otlansizlar. Siz uni o'zgarting desangiz, u sizni o'zgarting deydi. Hech kim yo'l qo'yishni xolamaydi. Kitobda bundaq bir haqiqat so'zlangan. Xiyoliy tuyg'u mazgili, ya'ni ikkinchi mazgilni ko'rsatadi. Biz amaliyotda qarshi taraf bilan emas, balki balliq davrimizdagi ko'langi bilan urushimiz. Qarshi taraf faqat bir qo'zg'atqich bo'lib, qalbimizdagi eng cho'nqur vahima va g'azabni qo'zg'aydi. Masalan, u sizning tug'ilgan kuningizni unutib qolganda siz qattiq g'azablansiz. Ochiqingiz kelgini bu ishning o'zi emas, balki bu ish sizga kichik vaqtingizda sal qaralganlik tuyg'usini sizga eslatadi. Ko'p sonli kishilar mush bosqichga kelgan chog'da ayrilib ketadi. Ondan keyingisini tepib, yana yuqorqi mush bosqichlarni qaytadan boshlaydi. Biroq avtor, agar siz xiyoliy tuyg'u mazgilida, ya'ni demakchi o'g'ni ikkinchi bosqichda tamomlashga tegishli darslarni tamomlayolmagan bo'lsangiz, undaqda keyingi hissiyotingizda yana o'xshash natijani takrorlaysiz degan. Xiyoliy tuyg'u mazgili oxirlash emas, balki haqiqiy yaqin munosabatning boshlanishidir. Do'stlar, kitobning mazmuni bakchiq bo'lg'achqa bo'lib so'zlashga to'g'ri kelib qoldi. Keyingi mazmunlar adidiki va uning keynidagi mazmunlarda davomli yo'llandi. Yaxshimisiz do'stlar, biz yaqin munosabat degan bu kitobni 3 qismga so'zlashga to'g'ri kelib qoldi, mazmundan chiqib bo'lganligi uchun. Oldingi qismda birinchi qismini so'zlagan, bugun ikkinchi qismini so'zlaymiz. Oldingi qitim biz so'zlab 3-chi bosqichga kelgan, biz shu yerda boshlab so'zlaymiz. 3-chi bosqich o'zi ustida o'ylanish mazgili deb ataldi. Bu muhabbatning kuz fasli, usul elish fasli. Siz urushib berib ketganda masalaning butunlay qarshi tarafda emasligini his qilishga boshlaysiz. O'zingizga qarashga boshlaysiz. O'zingizda nima uchun bundaq inkas paydo bo'lganiga, nima uchun bundaq ehtiyojlarning borligiga qarab beqing. Siz qarshi tarafning sizni qanoatlantirgili emas, balki sizning o'z yetilishingizga yordam bergili kelganligini his qilishga boshlaysiz. Bu bosqich intayin muhim. Chunki siz muhim bir tanlash qilishingiz kerak. Qarshi tarafni davomli dushman deb qarash kerakmi yoki aynak deb qarash kerakmi? Agar siz uni aynak deb qarashni tanlasangiz, undaqda uning sizni bearam qiladigan har bir harakati sizga qalbingizning yana qaysi joylarining saqayishiga muhtoj ekanligini aytib berdi. Siz masalaga mushunda qarashga boshlaganda ajoyib bir ish yuz berdi. Siz qarshi tarafni o'zgartirishga urinmaysiz. O'zingizni o'zgartirishga boshlaysiz.
sirtdan narsa talab qilmay ichki dunyoyingizdan narsa talab qilishga boshlaysiz. O'zingiz qanoatlantirishga o'rganishga boshlaysiz. O'zingizga bexatarlik tuyg'usi berishingiz, o'zingiz erishmoqchi bo'lgan turmushni o'zingiz yaratishingiz kerak deganni o'ylaysiz. 4-bosqich bo'lsa ilhom berish mezgili deb ataladi. Bu muhabbatning qish fasli. Qarmoqqa g'amkin ko'rinsa-mu, amaliyotda yangi hayotlikni barliq keltirdi. Ishki darsingizni tamomlab bo'lgandan keyin qarshi tarafning o'zingizdagi bo'shliqni to'ldirishga ehtiyojli emasligingizni bayqaysiz. Chunki siz mukammal bo'lib bo'ldingiz. Bu chaqda sizlarning birga bo'lishinglar ehtiyoj uchun emas, balki tanlash uchundir. Sizlar hammanglar mustaqil yakka gavda. Mo'rini mo'riga taraf olg'a ilgirlashni tanlaysizlar. Kitobda mundaq deyilgan: haqiqiy yaqin munosabat ikki kamtik odamning bir butun gavda bo'lib shakllanishi emas, balki ikki mukammal odamning texmi cho'ng mumkinchilikni yaratishidir. Sizlar qarshi tarafdan narsa talab qilmay, balki bir-biringlarga ato qiladigan chaqda muhabbat haqiqiy erishishga boshlaydi. Bu xil muhabbat egallab olish emas, kontrol qilish emas, balki erkinlik murodiga yetishdir. Afsuski ko'p sondagi kishilar 4-bosqichga yetolmaydi. Ular ya xiyoliy mazgildagi urushda ayrilib ketadi. Hamda bu yerda xiyoliy mazgil degani 2-bosqichni ko'rsatadi. Yoki o'zi ustida o'ylanish mazgilida o'zini qochirishni tanlaydi. Ular boshqa bir odamga almashib, qaytadan boshlashga roziki, o'zining qalbidagi o'tkalga hujum qilishni yuzlanishni xohlamaydi. Natijada qancha odam almashtirsa-mu, masala yana shu masala. Undaqda nima uchun bu masala kelib chiqadi? Biz nima uchun yana uni boshdan kechiramiz? Tinish o'tkili bo'ladigan usul bormi? Abdur nayt qiziqarli bir javobni bergan. Bu savollar qarta. Xiyoliy mazgildagi azob. Bu yerda xiyoliy mazgildagini 2-bosqichni ko'rsatadi. Amaliyotda bir saxt sovg'at. Qarshi taraf amaliyotda sizning davolanishingizga yordam bergil kelgan odam. Balliqingizdagi jarohatni o'ylab baqing. Agar muhabbat bo'lmagan bo'lsa, balkim bir umr qalbingizda buncha ko'p yara ig'izlarning borligini his qilolmasligingiz mumkin. Qarshi taraf bo'lsa, tashqi kasalliklar doktori maxsus sizni operatsiya qiladi. Kitobda proksiya deydigan yana bir hukmni o'tirib qo'ygan. Bu gap zot nima gap? O'zingiz qabul qila olmaydigan qismingizni qarshi tarafga ortib qo'yib, butun kuchingiz bilan uni o'zgartmoqchi bo'lasiz. Masalan, siz bir xizmat mas'ulasi bo'lsangiz, qarshi tarafning chechilang'u holatiga chiday olmaysiz. Lekin amaliyotda siz uning chechilang'uligidan bezor emas, balki qalbingizning cho'nqur qatlamidimi o'zingizni erkin tutishni orzu qilganligingizdan bo'lgan. Lekin o'zingizni erkin tutishga yo'l qo'ymaysiz. Shunga qarshi tarafning ma'lum alayidligini o'zgartmoqchi bo'lganda, oldi bilan o'zingizdan bu alayidlik qalbimda besilib qolgan qismmi deb so'rab beqishingiz kerak. Agar shunday bo'lsa, undaqda sizning qildiğiniz uni o'zgartish emas, balki o'z qalbingizdagi bu qismni qabul qiling. Siz qabul qila olgan chaqda ajoyib ishlar yuz berdi. Qarshi tarafning alayidligining tuyuqsiz ko'zingizga ancha sig'maydigan bo'lib qolganligini bayqaysiz. Abdur yana bir muhim nuqtani o'tirib qo'ygan. Yaqin munosabatda ziyonkashlik uchirg'uchi yo'q. Faqat o'rtaq foydalanuvchilar bor. Bu anglamoq odamni bearam qildi, shundaqmi? Lekin bu rost. Sizning izchil turda sizni azoblaydigan munosabatda qilishingizdagi sabab cho'qim mush munosabat sizning ma'lum yo'shirin ehtiyojingizni qondirdi. Bu sizning suyulishga arzimaydiganligingizni isbotlaydigan ish bo'lishi yoki hayotingizga mas'ul bo'lmaslikka sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Kitobda bunday bir alayda misol berilgan. Ilgari bir ayol doimla yo'ldoshining uyi bilan kor bo'lmaydiganligi, kun bo'yi sirtlarda mehmondorchilikda chiqib yuradiganligidan og'rinib yurgan. Biroq cho'nqur tushungandan keyin uning bu xil og'rinish holatidan o'zining to'liq huzurlanganligini bayqagan. Chunki u ziyonkashlik uchirg'uchi bo'lsa, kasbiy hayotidagi mag'lubiyatga yuzlanishning hojati yo'q. Shunga u yo'ldoshim oilamni tashlab bo'lsa yoki oilamni o'ylashgan bo'lsa, allburun muvaffaqiyat qozongan bo'lardim deyalaydi. Yana bir ayolning yo'ldoshi nayt o'rin, kunda aroq ichidi, yana urishidi. Turmush shundoq nachar. Lekin bu ayol ajrashni tanlamaydi. Chunki ularningki qo'lim qo'shnilari, do'st birodarlari bu ayolni ko'rsala bak ishchan. Agar mushu ayol bo'lmagan bo'lsa, bu oila allaqachon vayron bo'lgan bo'ladi deb to'xtamay maqtagan. Ham shu maqtishga ko'nib qolgan. Hamda boshqalarning maqtishi muayyanlashtirishni o'ziga bir salohiyat qilib bekitib olgan. Agar ayrilib ketsa yo'ldoshidan, balkim boshqalarningki har xil maqtashlardan, ya'ni yaxshi ayol degan salohiyatdan ayrilib ketishi mumkin. Bu ziyonkashlik uchirg'uchining salohiyati. Uning panoh joyiga aylanib qolgan. Undaqda bu g'alit chambarakdan qanday qutulib chiqish kerak? Abdur alayda qo'llanishdan 3 xil usulni o'tirib qo'ygan. Birinchisi, vaqtliq to'xtash ko'nikmasi qoidasi. Qalbning haqiqiy ehtiyoji nima? Ko'pincha vaqtlarda ochiqlanganligingizning ko'z oldingizdagi ish emasligini, masalan, uning vaqtida uchur qaytarganligi sizning ochiqingizni bevosita keltirish yoki ochiqingizni bevosita keltirgan sabab emas, balki sizdagi sal qaralg'onlik tuyg'u sizni bevosita ochiqingizni keltirdi. Bu nuqtani his qilgan vaqtingizda uning qilmishini ayblamasdan, balki ehtiyojingizni bevosita uning aytsangiz bo'ladi. Siz mundaq desangiz bo'ladi. Uchur qaytarmaganligingizda men e'tiborga ilinmagandek his qilaman. Men sizning diqqatingizga muhtoj. Bu sizning doim uning bilan urush talash qilib, uchur qaytarmaganligi to'g'risida talash tartish qilgandan ko'p unumlik. Ikkinchi usul, aynak mashig'i. Qarshi tarafni aynak deb qarang.
Uning sizni bearam qiladigan har bir aloyidligi siz o'sib yetilishga tegishli joyini tepib berdi. Uning bak shaxsiyatchi bo'lishi balkim sizga o'zingizni suyishni, o'rganishni eskartayotgan bo'lishi mumkin. Uning bak ojiz bo'lishi balkim sizga kontrol qilishni, tashlashni eskartayotgan bo'lishi mumkin. Uning bak sovuq muomala qilishi balkim sizga mustaqil bo'lishni, o'rganishni eskartayotgan bo'lishi mumkin. Siz mushunda qolgan vaqtingizda qarshi taraf dushmandan o'qituvchiga aylandi. 3-usul, ehtiyoj xaritasi. Uningda o'zingizning munosabatdagi barliq ehtiyojingizni, ya'ni bexatarlik ehtiyoji, hamroh bo'lish, tushunish, qo'llash qatorliqlarni tizib chiqqandan keyin har bir ehtiyojning keyiniga o'zingizning bu ehtiyojni qanday qondira oladiganligingizni yozing. Bexatarlik ehtiyojiga ehtiyojli bo'lsangiz, muqim turmush barpo qilish, o'zingizning kasbi bo'lish orqali qondira olasiz. Hamroh bo'lishga ehtiyojli bo'lsangiz, o'zingizning qiziqishini yetildirib, do'stlar chemberiga qo'rsangiz bo'ladi. O'zingizning ehtiyojini qondirishni o'rganib olgandan keyin qarshi tarafni qutqazuvchi deb qaramaysiz. Munosabatning pesimi ko'zingizni yumib ochishni yeniklaydi. Eng muhimi shuki, Abdur mundaq bir ko'z qarashni qayta ta'kidlagan. Yaqin munosabat sizni xo'shal qilish uchun emas, balki sizni uyg'otish uchun ishlatildi. U xuddi lopaynak o'xshash sizning barliq masalaningizni cho'ngaytib sizga ko'rsatdi. Siz o'zingizni qochirishni tanlasangiz bo'ladi, lekin ko'ngilsizlik yana davomlashdi. Üzülishni tanlasangiz bo'ladi. Bu orqali o'zingizning o'zgarishini ta'minlay olasiz. Har qatimliq urushish bir qatimliq davolash fursati bo'lib hisoblandi. Har bir to'qinish bir o'sib yetilish taklifi bo'lib hisoblandi. Siz yaqin munosabatga mushunda qarashga boshlagan vaqtda u jang maydonidan naq maydonga, turmidan maktabga aylandi. So'zlab musha kelgan chaqda ba'zilar undaqda men ishki jihatda o'sib yetilsamla munosabatim cho'qim yaxshi bo'lib ketamdi deb so'rashi mumkin. Natayin. Chunki munosabat ikki odamning ishi. Agar qarshi taraf o'sib yetilishni xohlamasa, undaqda bu munosabatni davomlashtirish haqiqatan tez. Lekin siz darsni tamomlagandan keyin sizda tanlash aql parasti shakllandi. Siz bu munosabatning davomlashtirish arziydigan arzimaydiganligini aniq bila olasiz. Vayma tayinishida chirmishib yurish emas. Hozir biz yaqin munosabatning 4 bosqichini tushundik. Xiyoliy tuyg'uning haqiqiy muhabbatga tutishadigan muqarrar yo'l ekanligini bildik. Bu yerda xiyoliy tuyg'u degani ikkinchi bosqichni ko'rsatdi, do'stlar. Undaqda eng oxirgi bir masala kelib chiqdi. Haqiqiy muhabbat degan nima? Vaqt munosabati bilan bu mazmunni keyingi mazmunda yo'llandi. Yaxshimisilar do'stlar, bugun yaqin munosabat degan kitobning 3-qismi, ya'ni eng oxirgi qismi yo'llandi. Oldingi qismda biz haqiqiy muhabbat degan nima degan gap to'xtagan, biz shu mazmundan boshlab so'zlaymiz. Haqiqiy muhabbat degan nima? Abdur kitobning eng oxirida haqiqiy muhabbat tuyg'u emas, balki tanlash. Biz doim muhabbatni bir xil tuyg'u, yurak so'qsa yaxshi ko'rib qolgan bo'ladi, yurak so'qmasa yaxshi ko'rmaganlikning ifodasi deb qaraymiz. Lekin Abdur u muhabbat emas degan. U hormon, arzu, ehtiyoj degan. Haqiqiy muhabbat hormon chekingandan keyinmi sizning yanala u odamni suyishni talashingiz. Qarshi tarafning barliq kamchiligini ko'rgandan keyin sizning kamchiligingizni bilmang. Men yanala siz bilan birga bo'lishni tanlayman deyishdir. Kitobdagi mundaq bir jumla so'z kishini alohida ta'sirlantirdi. Ya'ni muhabbat mukammal odamni tepish emas, balki mukammal bo'lmagan odamga mukammal nazar bilan qarashni o'rganib olishdir. Siz dastlabki mezgilda sizning yaxshi ko'rdigingiz qarshi tarafga tushirgan xiyoliy tuyg'udan iborat. Siz xiyoliy tuyg'uda bo'lganda qarshi tarafning xiyolingizni buzib o'tishga o'ch bo'lasiz. Faqat siz bu ikki bosqichni besib o'tib, haqiqiy qarshi tarafni ko'rgandila, haqiqiy o'zingizni ko'ra olasiz. Bu chaqda agar siz yanada muhabbatni tanlasangiz, u haqiqiy muhabbat bo'lib hisoblandi. Haqiqiy muhabbatning mundaq 3 aloyidligi bo'ldi. Birinchi, erkinlik. Siz qarshi tarafni kontrol qilishni o'ylamaysiz. Qarshi tarafningmi sizni kontrol qilishiga yo'l qo'ymaysiz. Hammanglar erkin gavda. Birga bo'lishni tanlasanglarmi, ayrilib ketishni tanlasanglarmi bo'ladi. Bu xil erkinlik tahdid emas, balki muhabbatni saqlashtirdi. Chunki siz uning yeningizda qilishning ayrilanmaslik uchun emas, balki uning erishmoqchi bo'lganlik uchun ekanligini bilasiz. Ikkinchisi, o'sib yetilish. Haqiqiy muhabbat har ikki odamni texmi yaxshi qiladi. Qarshi taraf uchun o'zingizni o'zgartmaydi. Siz texmi yaxshi o'zingiz bo'lishni o'ylaysiz. U xuddi aynakka o'xshash sizning ko'rinmas nuqtangizni ko'rsatib berdi. U xuddi ternerga o'xshaydi. Bu munosabatda sizlar bir-biringlarni xo'ratmasdan, balki bir-biringlarga muvaffaqiyatga erishtirsizlar. Uchinchisi bo'lsa, mehr shafqat. Abdur aytgan mehr shafqat nihoyat oddiy bo'lib, qarshi tarafningki mukammalsizligini tushunish va qabul qilishdir. Siz uningda nima uchun bu masalalarning ko'rilganligini bilasiz. Siz uning qalbidagi vayma va jarohatni tushunasiz. Uning mukammalsizligi sababidan uni ko'zga ilmaydigan ishni qilmaysiz. Aksicha uni tushunishingizning oson emasligi sababidan texmi qadrlaysiz. Abdur nihoyat go'zal bir o'qitishni aytgan.
Haqiqiy yaqin munosabat ikki daraxtga o'xshaydi. Ular o'z tuproqida yildiz tatib, ustiga qarab o'sadi. Ularning shox-shumbullari bo'shliqda kiralishib turadi. Texmi cho'ng daraxt soyasini yaratadi. Ular yaqin, ammo chaplashib olmaydi. Bog'lanishliq, ammo tayanmaydi. Undaq bo'lsa, bu xil munosabat qanday amalga oshadi? Avtor bir yadroliq javobni bergan. Avval o'zini suyishni o'rganish kerak. Bu gap anglamoqqa quruq gapdek alindi. Lekin uning ilmiy asosi bor. Psixologiya tadqiqotini bayqilishicha, bir odamning o'ziga bo'lgan pozitsiyasi uning qanday odamlarni jalb qildiganligini, shundaqla yaqin munosabatdagi ifodasini belgilaydi. O'zingizni yaxshi ko'rmasangiz, sizni yaxshi ko'rishni bilmaydiganlarni o'zingizga jalb qilib qo'yasiz. O'zingizni hurmatlamasangiz, boshqalarning sizni hurmatlamasligiga yo'l qo'yasiz. Ishki dunyoyingizda kamchilik bo'lsa, qarshi tarafdan talab qildiginingizmi ko'p bo'ladi. Faqat o'zingizni yaxshi ko'rishni o'rganib olsangizlar, ondan boshqalarni haqiqiy yaxshi ko'ra olasiz. Undaqda o'zingizni qanday yaxshi ko'rasiz? Avtor nihoyatda amaliy bo'lgan bir qancha taklif bergan. Birinchi, o'zini tanqid qilishni to'xtatish. Bizning o'zimizga bo'lgan so'zimiz hamisha har qanday odamning bizga qilgan so'zdan qattiq bo'ladi. Masalan, men baktut, mag'lubiyatchi, yaramas degandek. Bu so'zlarni men texmi qila olmayman. Men söylüşke erziymen degan so'zlarga almashtirib beqing. O'zingizga muloyimroq bo'ling. Ondan butun dunyoning muloyimligini bayqaysiz. Ikkinchi, chek chegara bekitish. Yo'q deyishni, rad qilishni o'rganish kerak. Boshqalarga yaxshiroq bo'lish uchun o'zingizga uvol qilmang. Vaqtingiz, zehningizni, hissiyotingizning hammasi qimmatli boylik bo'lib, faqat arziydigan kishilarga beriladi. Bu o'zingizni o'z ichiga oladi. Uchinchi, o'zingizning ehtiyojini qondiring. Daim boshqalarning sizning ehtiyojingizni qondirishini kutmang. Romantik bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz gul setib oling. Hamroh bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga hamroh bo'lib kino ko'rsangiz bo'ldi. Tushunmoqchi bo'lsangiz, oldi bilan o'zingizni tushuning. O'zingiz qondirishni o'rganib olsangiz, munosabatda uncha qasib o'rin tushib qolmaysiz. Uncha tashvishlanmaysiz. To'rtinchidan, o'zingizni kechirib o'ting. O'zingizning mukammal emasligini kechiring. O'zingizning xatoligini, ojizligini kechiring. Ham amalsizligingizni kechiring. Biz hammamiz izlanish davomida olg'a ilgarilayotgan odatdagi odamlar. Tug'ilishimizda qanday suyishni biladigan odam yo'q. O'zimizga savrchanlik, keng qo'rsaqlik bilan muomala qilishimiz kerak. Avtor kitobning oxirida mundaq bir jumla so'zni qilgan. Meningcha buni asli saqlashga pek arziydi. U mundaq degan: "Yaqin munosabatning eng cho'ng qiymati sizga hamroh, mukammal hamroh bo'lish emas, balki sizga o'zingizni tunish, o'zingizga aylanish fursati berish. Munosabatdan iborat bu aynak orqali siz o'zingizning haqiqiy qiyofatini ko'ra olasiz. Bu siz izchil o'zingizni qochirib kelayotgan qorong'u taraflaringizni o'z ichiga oladi. Faqat ko'rgandila ondan o'zgarish fursatingiz bo'ladi. Shunga agar siz hozir bir mezgillik munosabatda azobliq tirkishayotgan bo'lsangiz, hech qoldirmang. O'zingizdan bu munosabatning menga nimalarni o'rgatayotganligini, qanday darslarni o'rganishingiz kerakligini so'rab beqing. Agar siz amdila bir mezgillik munosabatni oxirlashtirgan bo'lsangiz, keyingi mezgilni boshlashga qoldirmang. O'zingizga hazm qilish, ratlash, o'sib yetishga ozroq vaqt bering. Esingizda bo'lsin, siz uchratgan har bir odam tasodifiylik emas. Ularning hammasi sizning o'sib yetishingizga yordam bergili kelgan bir o'qituvchi. Ba'zilari sizga nimaning muhabbat ekanligini o'rgatadi. Ba'zilari sizga nimaning muhabbat emasligini o'rgatadi. Ba'zilari sizning jarohatingizni davolab saqaytadi. Ba'zilari sizning kuchingizni bayqashingizga yordam beradi. Bu nuqtani tushungandan keyin sizga ziyonkashlik qilganlarnimi o'z ichiga olgan har qanday odamdan nafratlanmaysiz. Yaqin munosabat bir maydon tarbiya. Qarshi taraf sizning do'stingiz, dushmaningiz emas. Sizlar qalbinglardagi vahimaga birlikda yuzlansanglar, xam xiyollardan birlikda halqib o'tsanglar bo'ldi. Birlikda uyg'unish qarab mangsanglar bo'ldi. Bu jarayon balkim intayin azobli bo'lishi mumkin, lekin u arziydi. Chunki bu jarayon sizni muhabbatga erishtirib qolmay, texmi muhimi sizni bir mukammal odamga aylantirdi. Oxirida Abdul bizga shuni eslattirki, yaqin munosabatni pek muhim deb qaramaslik ham salmo qarab ketmaslik kerak. Bak ig'ir bo'lib ketsa, o'zingizni yo'qotib qo'ysiz. Bak yenik bo'lib qolsa, o'sib yetilish fursatini qo'ldan berib qo'ysiz. Uni hayotning sizga bergan sovg'asi, o'zingizni tunish, o'zingizga aylanish fursati deb qarasangiz bo'ldi. Siz yaqin munosabatning mohiyatini haqiqiy tushungandan keyin nimishqa doim to'g'ri odamni uchratmasligingizga sabab, chunki siz hamma odamning to'g'ri odam ekanligini, ularning o'zining usuli orqali sizning o'sib yetilishingizga yordam berayotganligini tushunsiz. Sizning qildigingiz mukammal odamni tepish emas, balki mukammal o'zingiz bo'lish. Siz mukammal o'zingizga aylanganda munosabat orqali qalbingizdagi bo'shliqni to'ldirishga ehtiyoj bo'lmaysiz. Bu chaqda muhabbat so'd emas, tayinish emas, balki tang bahramon bo'lish va ijod qilishdir. Ikki mukammal odam birlikda texmi go'zal mumkinchilikni yaratadi. Mana bu yaqin munosabat va biz deyotgan yaqinlik. Bu kitob bizga shuni aytib berdiki, muhabbat sirt emas, ichida, tepish emas, barliq keltirish, erish emas, balki berishdir. Siz bularni tushunganda sizning yaqin munosabatingizda
hatto butkul hayotingizda olam shumul o'zgarishlar bo'ladi. Ko'pchilikning ko'ngiliga rahmat, xayr xo'sh, keyingi kitobimizda ko'rishaylik. Yoqtirgan bo'lsangiz qo'shib oling, boshqalarga ham berilib qo'ying. Rahmat.